Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab 15-aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni tadbirlari madaniyat xaloskor kuch shiori ostida keng ko'lamda bo'lib o'tdi. Soha vakillari kasb bayramini nishonlash maqsadida 16-aprel kuni Andijonga jo'nab ketishdi. Jasmina, poyezdda ham ishlab ketyapsizmi? Ha, Nima ishlar qilyapsiz? gazetaga maqola yozyapman. Safarda sizning missiyangiz nima? Yoritish tadbirni va kutilmagan mo'jizalarga tayyor turish. Andijonga birinchi marta borishingizni? Juda ko'p borishim. To'yib ketganman. Keyin safar Andijonda qilmaylar. Bepoyon dala, tog'lar. Juda chiroyli manzara. Ya'ni как? Ban ko'rinmasam. Olmay bo'ldi. Shahnoza opa yaxshi ketyapsizmi? Voy. Ogohlantirib kelinglar desa, bunaqa to'satdan kelmanglar. Kun davomida hammani yig'ib to'plaguncha ancha charchadingiz shekilli. Yo'q, bu har doimgi ishimiz, xizmat vazifamiz. Zabiba opa, nimaga kech qoldingiz? Assalomu alaykum. Men bilasizmi, ish jarayoni tufayli kech qoldim. Bilasizmi, yana 1 daqiqa yo 2 daqiqa kech qolganimda kira olmasdim-da. Eng yomoni biletim postda qolib ketibdi. Va shunday bir ichimdagi istak, ichimdagi xohish, o'sha ishonch onlayn biletning borligi, marhamat chiqing, sizga ishonamiz degan bir hurmatni ko'rib yana ham xursand bo'lib ketdim-da, lekin agar qolib ketsam chida olmasdim. Xabaringiz bor, 15-aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni. Shu kun munosabati bilan birinchi dastlabki tadbirlar Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. O'zbekiston 24 telekanalida telemarafon, qolaversa O'zbekiston telekanali hamda Madaniyat va ma'rifat telekanallari, xususiy telekanallarda ham madaniyatchilar to'g'risida bot-bot gapirildi. Bugun 17-aprel sanasi 20 dan oshiq jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari Andijon viloyatiga yetib kelishdi. Tadbirning navbatdagi qismi aynan ushbu viloyatda bo'lib o'tadi. Andijon viloyatida sana munosabati bilan Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda vazir o'rinbosarlari tomonidan hududdagi ko'p yillar mobaynida madaniyat va san'at rivojiga hissa qo'shgan bir guruh fidoyilarga vazir tabrigi, esdalik va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Juda chekka qishloqda, shaharda yashaymiz, lekin shu yerda ham eslab xotirlaganlarga ming marta rahmat aytamiz. Madaniyat vazirligi, madaniyat boshqarmasi, o'zimiz shahrimi, jonajon shahrimi, O'zbekistonning kichik Shvetsariyasi deb nomlangan shaharimi, madaniyat bo'limining boshliqlariga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar, katta rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum, salomatliksizlar, shunda farzandlar boqib, bizni sohamizga, madaniyatimizga rosa katta hissa qo'shib, mehnat kelyaptilar. Butun shu biz ham o'zi Andijonda jamoadan so'raganimizda opamni eng ilg'or, eng jonkuyar xodimlarimizdan ham ko'rib ketaylik, ham shu bahona bayramida sizni tabriklab ketaylik. Shunda bola boqqaningiz uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Mana bu otaxon endi bir yaxshi niyatlarimiz, butun vazirligimizni, shaxsan o'zimni, qolaversa butun sizlarga bo'lgan ehtiromimizni
qog'ozni kelganmiz, shu esdalik bo'lib qoladi, xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Ma'lumot o'rnida ushbu tashabbus Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov tomonidan ilk marotaba amalga oshirildi. Ushbu jarayonning ahamiyatli jihati shundaki, unda vazir va vazirlik vakillaridan iborat jamoa madaniyat va san'at xodimlarining xonadonlariga shaxsan tashrif buyurib, tashakkurnoma va tabrikni yetkazganligida bo'ldi. Bayramlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Har doim ham birdek gullab yashnab turgan soha emas, qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Hurmatli prezidentimizning e'tiborlari bilan soha ancha oyoqqa turib o'ziga kelib, qiyinchiliklar orqada qolib, kundan kunga yaxshilanib boryapti. Mana shu kunlarni ham rohatini birga ko'ringlar, iloyim shu farzandinglarni. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi bo'linglar. Aka, biz qo'shnilar deb rasmga tushib olsak, qani olyapti. Assalomu alaykum. Mayapa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Meni yoshiga yeting. Iloyim. Sog' bo'ling, Mayapa. Tabriklaymiz sizni. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Sizni hamma xizmatlaringizni, qilgan sohaga qilayotgan mehnatingizni hammamiz bilamiz. Ko'p eshitamiz sizni to'g'ringizda. Og'rinmay xizmat qilayotganingiz uchun sizga katta rahmat, iloyim. Sog' bo'ling. Sizga o'xshagan fidoyilar ko'p bo'lsin. Xursandman. Shijoatda yurganingiz yoshlarga ham bir o'rnak bo'lish kerak. Shu yoshlar tarbiyalashda charchamang. Sizga qarab o'rnak olishsin yoshlarimiz. Qariyalarda hozir fitnessga ham qatnashyapmiz. Har Yasha. Birimiz olmayapti. Chizamiz olmayapti deyapti. Oriyotganlar. Albatta. Qatnashyapmiz. Men ham qatnashyapman. Baraka toping. Bu gulshan sol diken sol husniga sol ditkeni keldik qadrdonlarni sarabon yetkeni keldik sening gülü tab oldu cahan mülküde peyda işu perida tab oldu cahan mülküde peyda işu perida Saldi anne işki başıma külfet sevda Kırgın anya feryat Bilmem pet adam dikin ağzı feride Gözler şehla Kırgın bir boş ile Kusnine şeyda Cille kalbi can Mahallan talan. Layığımı itti bu günün mülkünü veyran Yandırmanı canım indi enge rahmeyle bon Dilber derma kalbin enge obo Çok kervanı hacrinde kaçan bulsa giriftar İş fikre bir aşek Derdin ki ani şahdı labin kıldım dava İkamet şemsa Çaker gam hacringde kaçan bulsa giriftar İş içre bila şek Derdin ki ani şahdı labin kıldım dava İkameti
baxtli kunim. Rahmat. Sog' bo'ling, ilohim. Yana uzoq yillar xizmat qiling. Salomat bo'ling opajon. Nimaga muhim, kerakli narsa bu? Ijod yo'nalishida faoliyat yuritganlarda bir umr tasavvur qiling, 60 ga kirib, 65 ga kirib pensiyaga ketsa, demak, shu 60 ga kirguncha u faqat olqishlar, e'tirof, qarsaklar ostida yashab kelgan shu kungacha bo'ladi. Qayerda bo'lsa davrani to'rida, o'sha doim hurmatda, e'zozda, mahallada ham, boshqa joyda ham kelsa birdan hamma turib unga joy bo'shatib, yuqorida boshqa bo'ladi. Doim e'tirofda, e'tiborda bo'ladi. Endi birdan shular ko'pincha ishdan bo'shagandan keyin ana o'sha narsani yo'qotib qo'yadi. Kerak bo'lsa ko'plari kasalga chalinadi shu paytda. O'sha bu ruhiy zo'riqishdan bo'ladi-da, o'sha doim kelib turgan suv birdan kelmay qoladi. Va o'shani yo'qotib topolmay, siqilib, boshqa bo'lib ko'pincha shunaqa holatlar ham yuz beradi. Shuning uchun buni yo'lga qo'yishimiz doimiy ravishda hamma rahbariyat, o'sha hududiy rahbarlar ham har bayramda qo'limizdan kelganicha, imkonimiz boricha biz ham tashriflarda, viloyatlar, hududlarga borganda bir bahona topib, mana shu ayniqsa yoshi ulug' ijodkorlar holidan xabar olib ziyoratini yo'lga qo'yishimiz kerak. Vazirlik idora xodimlari eng katta olgani 1,5 million oylik olardi. Eng katta oylik olgan boshqarma boshlig'i yo mutaxassis 1,5 million vazirlikda. Hududlarda 600 ming, 500 ming, o'sha davrda 600 ming, 700 ming oylik bilan ham yillab ishlashdi. Yillab bu sohada ketmay, ana shu sohani eng qiyin davrlarda ham sabr qilib, qanoat bilan shu sohani vakillari, ya'ni bugun qolganlari, albatta ketganlari ham ko'p, u qiyinchiliklarga dosh bera olmay, teatrlardagi holat, shu 20 yillik o'tgan davrdagi, 25 yillik o'tgan davrdagi teatrlardagi holat, hech qanday moddiy texnik bazani ta'minlanmaganligi, buyurtmalarga yoki gonorarlar olmasligi, umuman arzimagan bir oylikka ishlab, yana qo'shimcha o'zlari boshqa ijod qilib, klipga tushib, boshqa xususiy kinolarda o'ynab, to'ylarga borib, ta'bir joiz bo'lsa, kun ko'rishdi. Mana shu insonlarni qanaqa qilib fidoyi demaslik mumkin? Qanaqa qilib bu odamlarni e'tirof etmaslik mumkin? Bu mumkin emas narsa. Albatta buni tashqaridan kuzatganda ehtimol ko'rinmas bu narsa, lekin ichiga kirganda o'sha qiyin davrlarda bularning suhbatini olgan odam, mana shu sohada befarq bo'lmagan odam buni yaqqol guvohi bo'ladi. Shuning uchun men baralla baland ovozda ayta olaman. Bugun madaniyat sohasi xodimlari qaysidir ma'noda eng ilg'or, eng faol, eng fidoyi xalq vakillari deb bemalol aytsa bo'ladi. Xalqda, oddiy fuqarolarda ishonch paydo bo'lganini umid. Butun kun davomida ushbu jarayonlar davom etdi. Dastur davomida rejalashtirilmagan holat yuz berdi. Ya'ni vazir ertamiz kelajagi bo'lgan yoshlar bilan uchrashdi. Ushbu uchrashuv Qo'qon universiteti Andijon filialida bo'lib o'tdi. Vazir va yoshlar uchrashuviga 600 nafar talaba yoshlar qatnashishdi. Menimcha bu yerda mana Hindistondan talabalar tahsil olishar ekan. Boshqa viloyatlardan ham bormi yo faqat andijonliklarmi? Qirg'izistondan ham bor. Andijon shahar markazidagi 19 gektar maydonda barpo etilgan Yangi O'zbekiston bog'ida tashkil etilgan bayramona dastur oldidan bog' hududida qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borildi. Sahna bezatilib, zamonaviy yoritish va ovoz texnikalari o'rnatildi. San'atkorlar sahna oldi va yakuniy jarayonlarni o'tkazib, bayramga alohida ruh bilan tayyorlanishdi. Mana bundan chiqibsiz, mana bunaqasi ketasiz, mana shunday ketadi. Borganda shundoq berasiz. Bog' ichida bayramona muhit yaratilib, mehmonlar uchun qulay sharoitlar hozirlashga
alohida e'tibor qaratildi. Tadbir mehmonlarni kutib olish, ularni yo'naltirish va dastur jarayonini muvofiqlashtirish bo'yicha maxsus ishchi guruhlar shakllantirildi. Turksoy rahbari Sulton Rayev ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan bayram dasturiga tashrif buyurdi. Madaniyat vaziri va Turksoy rahbari hamda soha vakillari bayram dasturiga ko'ra konsert oldidan bog'da tashkil etilgan madaniy ko'rgazmalar, milliy qadriyatlar va iste'dodli yoshlar tomonidan taqdim etilgan chiqishlar bilan yaqindan tanishishdi. Prezidentimiz shunga katta zakatni aytdi. Bu yel degan Rossiyaning eng qimmatbaho yeli. Andijonda va'da qilingan. Bu yerda galeriya tashkil qilganmiz. Brixton maydonida. Bu yerda bokschimiz Hasanboy Do'stmatov. Ziraboshli ijod. Sahna va butun jamoa bayramona dasturni boshlashga tayyor. Yangi O'zbekiston bog'ida madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan tashkillashtirilgan bayramona dasturga start berildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ham bo'lib o'tayotgan bayramga tashrif buyurdi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Madaniyat, san'at ahli bayram muborak. Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vaziri. Tadbir davomida san'at va madaniyat sohasida fidokorona mehnat qilayotgan bir qator ijodkorlar madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ularning ko'zidagi quvonch, mamnunlik va faxr bu kunning chinakam qahramonlari kim ekanligini yaqqol ifodalab turdi. Endi esa Turksoy tashkiloti rahbari Sulton Rayev tomonidan O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Nazarbekov Ozodbek Ahmadovichga maxsus sovg'a topshiriladi. Marhamat. Albatta 15-aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Albatta mehnatlarimiz besamar ketmaganligi uchun mana shu madaniyat vazirimizga qolaversa shunday sharoitlarni yaratayotgan muhtaram yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu qutlug' kunda bobomiz Bobur Mirzo ayniqsa Andijon viloyatida taqdirlanishimni cheki yo'q. Bunday bobojonlarimiz bilan faxrlanamiz. Bugungi olgan mukofotimdan juda ham xursandman. Yurtboshimizni bizga ishonib topshirgan topshiriqlarni sidqidildan bajarishga va'da beramiz. Bu mukofotni madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qo'llaridan olganim bu menga yanada o'z kasbimga bo'lgan sidqidildan bajarishimga turtki bo'lyapti. Albatta bu ishonchlarni oqlashga va'da beramiz. Bu nafaqat o'zimniki, balki bu butun jamoamizning mukofoti deb bilaman.
mukofotni oldik. Albatta bu mukofot bizga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Bundan keyin ishlarimizni albatta ma'naviyat, ma'rifat sohasida ishlarni olib borishga juda ham kuchli bel bog'laymiz. Dasturda yig'ilganlarga chinakam bayram kayfiyati ulashildi. Elimiz ardog'idagi taniqli san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, raqs jamoalarining mahoratli chiqishlari, she'riyat va teatr aralashgan sahna ko'rinishlari barchasi bir-biriga uyg'un holda bayramga o'ziga xos joziba baxsh etdi. Shahar ahli savdogar va hunarmand xalqdir. Elining orasida san'atkorlari ko'pdir. Bu yerdagi ishlar Tangri taoloning ko'magi bilan doimo saranjom bo'lur. Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayramona dastur nafaqat ijodkorlarga hurmat va ehtirom ifodasi, balki san'at orqali qalblarga yetib boruvchi samimiy muloqot maydoniga aylandi. Andijonliklar uchun bu kun san'atga mehr, madaniyatga sadoqat va milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatni yana bir bor namoyon etganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Sahnadagi har bir kuy, har bir raqs, har bir so'z san'at fidoyilarining mehnatini sharaflashga qaratildi. Ushbu bayramona kecha bir haqiqatni yana bir bor isbotladi. Madaniyat bu xalqning ruhi, san'at esa yuraklarni bog'lovchi sehrli ko'prikdir. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov, Ahadbek Jo'rayev, Madaniyat vazirligi matbuot xizmati.